Achilova Rahimaman, 82-yilga. Bu firmaga kelishim sababi koksatroz bilan 3-4 daraja koksatroz bilan. Ikkita tomonlama. Ikkita tomonlama. Operatsiya degan edi, lekin operatsiya qildirib kelmadim. Nilufar opa ko'rib qolib, menga mana shu magazin tavsiya qildi. Birinchi 10 kunligini oldim. Keyin 10 kunligi yoqqani uchun 1 oyligini oldim. Keyin Artralayn boshladim. Lekin Artralayn ichganimda oyog'im уже cho'zilmay qoldi. Yana ham kuchayib ketdi. Keyin uni to'xtatib, 1 oydan keyin to'xtatib, Avalaynni o'tdim. Avalaynni ichib, endi mana 5 oy deganda Artralaynni boshladim. Yana уже og'riqlari kamaydi. Tekshirtirdingizmi yo'qmi? Tekshirtirdim. Necha qaysi stependa bor? 3-4 degan stependa turibdi, lekin 3-3 degani 2-3 ga tushib qoldi. Demak, bir stepen pastga tushdi. Pastga tushdi. Keyin mana kechagina yaqinda 10 kun bo'ldi, analiz topshirdim. Analizlarni hammasi yaxshi chiqdi. Hemoglobina, nikotsid, hamma narsasi normalda chiqdi. Shomolashlar yo'q, organizmda umuman shomolash yo'q. Bu yoqqa kelishdan oldin nima bezovta qilyapti? Shikoyatingiz yurolmayapti o'zingizmi? Yo'q, umuman yurolmay qolganingiz. Hozir yurishni boshladim. Yurishni boshladim. Birinchi 10 ga surilishni boshladim. Fevralda. Oyog'imni surishni boshladim, keyin 1 oydan keyin chapga. Chap oyog'imda umuman yurolmasdim. Keyin undan keyin mana 3 oy deganda уже 10 oyog'im, chap oyog'imni bosolmasdan o'ngni bosib bir qadam tashladim, lekin chapini ko'tara boshladim. Уже chapini ham ko'tarib sekin bir qadam уже hozir bemalol yuraman. Hozir bu ikkinchi qavatda qanaqa chiqdingiz? Bemalol chiqdim. Bemalol o'zingiz asarda chiqdingiz. Yurganda ham mana og'riqlar qayoqsiz yuraverasizmi? Og'riqlar уже aniq ochishlarni ham bemalol oxirigacha oyog'imni ochyapman. Ochilishlari yaxshi. Umuman ocholmasdim. Chap oyoq, o'ng oyog'imni umuman ocholmasdim. Hozir mana shunday ochib turaman. Yotganda ham tepaga bemalol ko'tarib, boshimgacha olib kelaman уже. Og'riqlar bo'ldi. Yo'q, oyog'im mana shuncha ochilyapti. Shpagat mana bundoq ochilardi, hozir mana bundoq ochaman. 5 oy bo'ldi, maqsad. 5 oy bo'ldi. Hozir yana davom ettirasiz, 6-oy davom ettirasiz. Hozir yana oldim dorilarimni. Mamnunmisiz? Xursandmisiz? Rahmat. Haqiqatdan mahsulotlaringiz ishlar ekanmi? Haqiqatdan ishlar ekan. Faqat nima qilish kerak ekan? Ish kerak ekan. Yetilgandek qilib, sabr bilan, Sabr. Muhimi sabr. Qo'zg'atganda faqat sabr qilish kerak. Yo'q, umuman oyog'im ham bundoq cho'zib yotolmasdim. Ikkala oyog'imni ham. Уже sekin даже cho'zsam ham bir 2 minutdan emas, 3 gacha sanaganda уже sekin mana yig'ib mana yotardim, mana yotolmasdim, bu yoqqa ham mana shunday yotardim. Hozir bemalol ag'darilaman, turaman, yuraman. Yurib bering haqiqatan. Hozir operatsiya degan doktoringizga borib uchradingizmi? Uchradim. Nima dedi? Bo'lmagan gap. Yurganingizni ko'rib ham bo'lmagan gap. Yo'q, hali bormadim shunday. Shunday telefonda gap. Boshladim, baribir u firmani dorisi bo'lmaydi. Ichmang dedi. Keyin men xo'p dedim, dorilarni yozdirib keldim, lekin uni lecheniyasini olmadim. Faqat mashina. Faqat mashina. Doktor dorilarni olmadingiz qaysini? Faqat shuni o'zi bilan. Faqat mashina ichdim. Mana yolg'on bo'lsa, kecha больницаga yotib, gruppaga chiqqanman, shu dorilarni, ukollarni oldim. Elektroforez, igloterapiyalarni olib keldim. Yaxshi, lekin ungacha davr sizda shunaqa natija bo'lgan. Natija bo'ldi. Lekin u yoqdagi doktor yaxshi anaqa qildi, dedi, natija bor ekan. Yaxshi, natija bo'lyapti deb tan olish. Operatsiyaga shoshilmang. Shoshilmang dedimi? Atay boshida nima degan? Operatsiyadan boshqa chorasi yo'q degan. U doktor ham aytdi. Xo'p, vazn tashladingizmi yo'qmi? E'tibor beردingmi yo'qmi? Vaznga sopqilganga o'xshadim. O'xshadi, yengil bo'lgan. Lekin o'lchamadingiz-a vaznni? Zublarim bor edi, sirtki edi. Ular ham ketdi. Qo'lim bo'g'imlarim og'rirdi. Ular ham ketdi. Yaqinda anaqa nima butilaymi? Bo'g'imlarga ashborlar og'rirdi. Lekin mana shu 20 kunda уже yaxshilab. Ozgina og'riq bor. Lekin anaqa emas. Bemalol kirlarni yuvaman qo'lda. Yuvasiz. O'tirib yuvaman, turib yoyaman. Sal harakat bo'lsin deb ovqatlar bemalol qilaman. Oila a'zolaringizdan xursandmi? O'zingiz xursandmisiz? Rozimisiz? Endi anaqa qilyapman. Bunaqa temirli trenajyor bor, просто osilib. Bemalol turib, o'zimiz vaznni ko'tarib, oyoqlarimni bunaqa qilyapman. Bemalol harakatga kelyapti. Harakat qilyapman. Xursandmisiz? Xursandman.
Yaxshi. Yaxshimi, rozimisiz? Hop, Dandadan kompaniyasi shu mahsulotlarni bizga yetkazib berayotgan insonga nima tilaklaringiz bor? Va yana ham mana qilaversin. Arzon bo'lsa undan ham yaxshi. Mana narxlar tushdi. Rahmat. Shu rahmat, xursandmiz. Qanchagina olib oldim hozir. Yana davom ettirish niyatingiz bor. Oxirigacha. Oxirigacha davolanadi. Tabriklaymiz.